Hoş, kızımga kuyovlikka nomzod misizlar? Da shunaqa. Ey, siz nima qilasiz? Endi men ko'chada bizneslarim bor. Ko'cha hayot, ko'cha sistema cho'silar o'zinglar. Nima mashina minasiz? Men katta bolalarni jentrasidan haydayman. Ey, sen cho'pon bo'lsang kerak, a? Yo'q, to'g'ri, oddiy bolaman. Unaqa maqtanadigan narsam yo'q. Ha, hop, nima ish qilasan? Shu oddiy Amerikada trak haydayman. Traktor deydimi? Yo'q, onajon. Trak bu yuk mashinasi. Chikagoda Restart degan kompaniya bor. O'sha yerda yuk mashina haydayman. Ha, bo'pti. Nech pul topasan oyog'i? Shundan gapir. Uncha ko'p emas. Shu oyiga bu men 15,000 dollar ishlayman. Nima mashina minasiz? Oddiy gelik. Vilik deydimi? Okajonim. Yo'q, onajon. Gelik bu Mercedesdan anaqa sportga turguchi. O'sha. Qara qizimlar senda qoldi. Mana biznesmen sarpishakdimi yo oddiy traktorchimi? Bu talla. Ona, har doim aytardingiz-ku, baxt oddiylikda deb. Men oddiylikni tanladim. Meni tanladingizmi? Muncha zo'r. Wow, oddiylikka nima yetsin qizim? Ha, oyijon, oddiylikda hikmat katta. Maqtanishmasu Toshkent shahrida 20 ta kvartiram bor. Oddiyligingizga ko'z tegmasin. Muncha oddiyman oyijon.